Assalomu alaykum ardaqlı bizning kanalının görüşçüleri. Mekendeşler kutmandığı gününüzler menen koy suyucular, araşan suyucular. Dostlar. Bir tuğanlar biz Özbekistandayız. Özbekistanda Kokon degen şaharındayız tuğanlar. Kokondu barыңızдар bilesizler. Kokonda Azizbek degen agabızdın korosundayız. Uşunday körsötө turgan koylarыбыз бар. Ушул Kokondan Azizbek degen agabız koy bağı başlaptır buyursa. Araşan bağı başlaptır. Buyursa öte monday sulu tokulardı alıp keliptir, koçkorlori bar eken, koylori bar eken. Körüp turumuzlar. Özbekistandan şunday koylardı gösötüp berебиz. Birinci uşul kичинекей соолуктардан, yarıçkalardan başladık. 1 yaş Kırgızstandan gelgen. Mana uşu bari bir korodan çıkan tokular, mына koçkordagı bari bir koçkordun baldары. Bular neyse Azizbek Mırza. Assalomu alaykum taqsir. Aleykümselam. Qanday işleriniz yaxshimi? Rahmat. Sizmi? Alhamdulillah yaxshi. Hamma yaxshimi? Maşallah ko'z tiyibesine. Sonun soluklarda olib kelib olibsiz, he? Ha. Bu Issiqko'ldan, Qirg'izistonda Issiqko'l Qorako'l shahrida Kimden olgan? Nurpayzavani, Mixaylovkada Nurpayzavani qorasidan chiqqan. Nurpayiz degen aka. Ha. Tanıyımın da. Ha. Doha Brat'ın ayıldaşlar olu. Ha, Doha bilan ayildashlar. Shu kishini Mixaylovka var go janag tüp. ha, tupdagi, ha. Shu kishidan olganmiz. Rahmat bizga mana shunday suluv qo'ylarni berdi, yaxshi qonlarni berdi. Shu seleksiyani shunday qilib birinchi marta 1 yil bo'ldi boshlaganimizga. Ha, siz yangi boshladingizlar be? Yangi boshladik. Bularni jazinda borganmiz. Iyul oylarida. Kuzunda olganman. Shu jazinda olishni boshlab kuzunda olganmiz. Bularni aprel eng kichigi bor iyunda tug'ilgan. 1 yoshli 10 oyligi ham bor, bir dona iyunda tug'ilgan. Qanchata sog'lig'ingiz bor aka hozir ham? Bu yerda 15 sog'liq bor. 13 tuga? Ha. 15. Ha, tak. Bular qaysi liniya o'shanda? Bular o'sha Nurpayzavani matkalari, atasi Abdulla Sharif Zalatoy Qo'chqorni balasi bo'ladi. Zalatoyni primoy vunuchkalari bo'lib qoladi. Zalatoyning vunuchkalari, ha? Ha, vunuchkalar. Maşallah. Bular kunjelesiga chiqqan kichini ovog'ida. Ha, Shu yarıçkalar. O'sha kunjelasidan ko'rib olgansiz be? Ha, yoqtirganmiz. Qanday ekan Araşan bu yoqqa kelgandan keyin? Zo'r so'nim bo'ldi. Kichkina edi bular kelganda kuzunda, oktyabrda. Azamat aka Talipov bizlarni olib bordi o'sha joyga. O'sha kishiga ham rahmat, katta rahmatimiz bor. Maşallah. Talipov Azamat da Qaraqo'ldagi. Qoraqo'ldagi. Bizi akamiz, yaqin akamiz. Atlas'ın xo'jayini bo'ladi o'sha kishi. Ha. Buni soliqlar sotilmaymi? Endi bularni yo'q, aka seleksiyaga deb turibmiz. İşletesiz ha? Ishlatgan. Maşallah. Buni Qo'chqor, Bulda Zalatoy bu. Bulda Zalatoyda Ana shu bir tug'an bo'ladi-da, bir Qo'chqorning baldari, ha? Shunday. Ana shular bilan teng. Shular bilan teng. Zalatoyning bolasi. Ha. Tak, maşallah. Qo'chqorni qarab qo'yingizlar, keremet. Qulog'i qancha aka buni? Qulog'i endi 22,5 bo'lsa kerak. 22,5 shunday. Ulan urug' tuqada. Balki 23 tur. Chanagan emasman hozir. Quloq urug' uzun tuqqan ekan. inshaalloh. Bu tish jarg'ami, jarg'an emasmi? Tish jarmagan. Ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Bemalol. Maşallah. Qana. Oching. Shu mo'yindan qarmab turing. Biz ochib ko'rsataylik, ha? Voy. Bu tishini ko'rsatib ekan-da bu. Mana. Ha, qo'l tish ekan, ha? Bo'l. Maşallah. Bo'yi 92-93. 92-93. Buni hozir qo'yib yuguraksak, bir tug'anlarga sekirib qo'yab, ha? Ha, shunaqa отдельно qamrab turibmiz. Maşallah. Bu keyinroq keldi, shuning uchun ariqda. Ha. Kelganiga tartib qo'yingchi. 20 kun bo'ldi xolos. Maşallah, buna Qo'chqor. Nurpayzavada turdi. Shuning uchun ariqroq. Bu Qirg'izistondan jang keldi. Ha, jang keldi. Maşallah. Çok yo'lda qiynalib turdi-da. Ha, shunday. Qo'qon O'zbekistonning eng issiq yerlaridan biri-da, mana vodiyda. Qanday bo'ladi ekan issiqqa mana ular? Yaxshi. Yaxshi moslashdi. Yo'q, qiynalgani yo'q. Issiqda qayerda turadi ham bular? Endi bu joyda mana salqin joylarimiz bor. Mana yoqlarda. Mana daraxtlar bor, salqin shabada. Endi yozda endi bo'ladi. Bu endi kuzunda kelgan, qishda bu yerda bo'ldi. Hali issiqda endi yuradi-yu. Issiqda endi. Ha.
qanday cho'ng'ayadi ekan? Juda tez cho'ng'aydi. Ko'p odamlar aytadi-da, issiqqa qarasham bo'ydi debchi. Yo'q, inshaalloh. Cho'ng'aybay qoladi, kattarbay qoladi deb. Ha, jazinda olganlarimiz ham yaxshi yurdi-da. Tez katta edi. Mana misol mana shular 83, 84 shundayda. Mashallah. 83, 84 bo'ylari. Mana shuni qulog'i 23,5. Железный 23 chiqadi-da. Ha, shuna, mana o, ha? Ha, mana shunisi. Qora aka, endi sat desa kerak odamlar bor, ha? Ha, Bana bitta, ikkitadan sating deb. ha, O'zi sog'liq kuchli materialda, fundament. ha. Fundamentni buni sotmash kerak, kuchli qo'chqor qo'yish kerak, qo'zlarni ko'paytirish kerak. Satsangiz qo'zlarni sotish kerak. Inshaalloh. Mashallah. Shunday, Qo'qondagi eng kuchli qo'ylardan birilar ekan. Bunday aytganda yaxshi boshlabdir. Endi nomer 1 desem dag'i buyursa, yaxshi qo'rovlarning biri. Buyursa, qo'chqorda dag'i ko'rib qo'yingizlar, eshitishda qo'chqor izlab yurgan bo'lsangizlar, Nurpoyiz og'amizning qo'rovidan chiqqan qo'chqor ekan. Zalotoyning nevarasi. O qari akabizning qo'rovisidan kelib olib, ko'rib ko'rsangizlar bo'ladi. Hozir daha ko'rsatib turgan qo'y qo'chqorlar bor. Ekran ostidagi qari akabiz nomerini qoldirib qo'yamiz. Suylashib ko'ringizlar. Sizlar da shunday qo'ya olingizlar, sandan support qitingizlar. Mana o'qlar kuchli ekan, mashallah. Büt barli quloqlari uzun ekan. Quyruqlari chotki, rangi deb qo'yib qo'y o'zbekcha. O'ngi qirg'izcha. O'ruscha svet. Вообще мощный. Просто hozir kun bir ko'p. Şuga biraz temli görünüşü mümkün. Atak bular kichinekay mezgilinde bizning kanalga chiqqan, o'sha yoqdan ko'rib olganmiz degan. Ona Qo'qonga da shunday yaxshi qo'ylar kelibdir. Buyursa o'sha yoqda da ko'paysin, sizlarda da ko'paysin. Qirg'izistondan emas, buyursa biz da sizlardan olamiz ham. İnşallah, inşallah. Yaxshi materiallar kelibdir. İnşallah. Bular jo'g'otmay qarmab, yaxshi qo'chqorga qo'yib, qo'zlar tushsa menga tashlab turing ham ko'rib turaylik. İnşallah, inşallah. WhatsApp'danmi, Telegram'dan tashlab turing. Ishlaymiz. Endi shu Azamat aka Talifga, Qoraqo'ldagi Nurpoyizovaga alohida rahmatimiz bor. Shuncha yordam qildi. Qo'y qilib ol, mol qilib ol deb shunchalik yordam qildi. Ularga ham rahmat. Tashakkur. Zo'r. Ko'ngliga jaqdi oxiri. Ha, inshaalloh. Arasham bag'ish jaqdi. Jaqdi. Mashallah. Endi qora aka keyingi qo'ylaringiz kerak, bularni qamab kirgizaylik, ha? Hop, inshaalloh. Hop. Mashallah, mana yosh qo'chqorlar, qo'zi qo'chqorlar. Qara aka keling endi. Bu qanday qo'chqorlar? Kimniki? Bular mana shu ikkala cho'ng'i, qo'zi qo'chqor. Kattasi, ha, mana. Ikkala kattasi. Bir yoshli bular. Bu ham Nurpoyizovadan chiqdi. Faqat bularning otasi Azamat Talifdagi Azamat aka Talifdagi Atlas qo'chqor. Atlasning boldari, ha? Atlasning primoy bolalari, shu ikkala cho'ng'i katta. Mashallah. Buni kichkinachi. Bu kichkina, bu otasi 80. Liniya 80. Bular Formanning primoy qizi. Formanning qizi. Bu bayog'i Qaravoltada Almir degan bolada o'g'inda Forman. O'shandan chiqqan ekan-da enasi. Shunday bo'lsa kerak. Xullas, men Ulan aka degan bir Ulan aka borlar. Qaravoltada. Qaraboltada. Endi ular ko'p bo'lsa kerak, men tanigan Ulan aka. Shu Qaravoltadan olgansiz enesini? Ha, Qaraboltada. Onda o'sha birili ulan var Qaravoltada. Ulan bayke Chalovka deb o'sha kishidan olgan ekansiz-da? Yo'q, jashiroq Ulan-da u. Jashiroq yigit. O'sha jashda bo'ldi. Forman bo'lsa, bilmayman. Qisqasi, agar Qaravoltadan olgan bo'lsa, Formanning qizi bo'lsa enasi, demak shu Qaravoltadagi Almir baykadagi Forman bo'ladi. Forman qaysining bolasi? Shirokiyning bolasi. Timur baykadan olgan. Formanda. Tak, o yosh qo'chqor bor, qancha oylik o'sha kichkina? Kichkina endi jazinda tug'ilgan. Bir 8 oymi, 9 oymi shunday bo'lsa kerak. Better suluv ekan, ha? Ha. Söğütler hem uzatken. Buna çoğun qo'chqorlarimiz suyaklari zo'r ekan, ha? Bir jashli Söğütleri moshniy. Anam juni shotga ekan, ha? Juni shotga. Mashallah. Garbanoslari, bo'ylari qancha chiqib qoladi shularning? Bo'yi 92 chiqib qoladi. 92. 92 mi? Nargisi 89 mi shunday, 88 90ga yaqinda. Quyruğu razrezda chotki ekan. Eko'y teng Atlasning balasi. Atlas Shirokiyning balasi bo'lib qoladi. Shirokiy liniya, biroq Atlas emas, Sikolda ataqli qo'chqor Azamat Talipovning qo'chqori. Enesi Nurpoyiz ag'ada qo'ylar ekan. Atlasdan qochirib ketgan ekan-da ularning enesini, ha? Ha, qochirgan. Sikoldan chiqqan qo'chqorlar.
Bular qachon kelgan bu yoqqa, Qo'qonga? Bular ham kuzunda kelgan. O birinchisi jazmda kelgan. O'sha birinchi borganimda keyin bunisi kuzunda kelgan. Bu birinchi, bu ikkinchi, bu uchinchi keldi-da. Bu birinchi, bu ikki, bu uch keldi. Bu enasi bilan kichkina kelgan. Ha, maşallah. Mana shu qo'chqorlar, tug'anlar qo'chqor izlasangizlar mana bu Qulog'i deydi. 20 plus, jelezniy 20 deb qo'ya qolaylik. 20 plus bo'lik. Quyruqlari da zo'r ekan. Nargisiniki 21. Sizda Bishkekda uch raspallajaniydi, qulog'ini joylashgan jeri-chi? Zo'r ekan eko'y tenglar, mana ular. Maşallah mana. Qo'chqor. Tug'anlar mana. Bular qo'yga qo'ydingizcha qo'ylaksiz bali? Yo'q, qo'yalikmi? Kuzda qo'yish kerak, ha? Ha, inshaalloh. Tish jardi, jaralakmi? Hozir Tish. ko'rsatib qo'yalikmi? Tutqizau? Ha, tutqizam. Tutsa ko'ramiz. Bir tutib ko'ring-chi. Sekin shu. Shu. Ha, qo'lga ko'nib qolibdi-da bular, ha? Ha. Maşallah. Shuni ochib qo'y. Qo'l tish ekan. Ko'rsatish. Ha, bo'ldi, bo'shat. Ko'rsatish. Bu qaysi oyda tug'ilgan ekan bultur o'zi? Tamomini aprel Hmm. boshimi shunday bo'lsa kerak. Narxisini tutsak bo'lavi ana olsun. Ana qo'chqor. Unisi dekira o'shab ko'raveramiz. Shularning Tutib ko'raylik, burchqa qamab turib. Bunda yaxshi qo'chqor ekan. Juni qarangizlar, shotka. Hozir temniy ko'rinadi, qara. Temniy degani tushundingizlar, pagoda mana bunday. Havo. Kun tiyib turganda bular jaltirab qoladi. Shunday chaqilishib kunga. Aracın qattiq ushlang. Bo'ynin tagiga tiqib yuboringlar qo'lni. Bo'ldi. Maşallah. Ana. Buni belderi jo'n qo'chqor ekanda buni. Shiroki qo'chqor. Ha. Tishini oching. Buni ham bir o'lchov urmadi, yetirib ol. Ha. Buni tishali jash ekan. Mana qo'z tish ekan, ha? Ko'rsatish. Qo'z tish bo'ldi. Bir ikki oyda tish yaratganda bularda. Endi Ha. biza qo'chqorlar jarib boshladi tishini. Bu bayog'i fevral, yanvarskiy emas ekan, ha? Yo'q. Jaz bahorda Mart tug'ilgan. oxiridir, aprel aniqda. Bir joshda 15-20 kun. Qo'yib jibering. Hozir Endi chislosini bilmayman. Kansa mart bo'lishi ham mumkin. Aprel boshi shunday bo'lsa kerak. maşallah. Bir joshda qo'chqor. Bu kichkina o'ta jash ekan. Tug'anlar hozir Box degan qo'chqorning balasi bor ekan. O'sha Boxning ikkita probniki bor, ha? Probniki bor. Mana shuni chiqaramiz, ko'rib qo'yingizlar da. Ha, tug'anlar biz Qarakayozdan mana bu Boxning balasi ekan, shu qo'chqorni ko'rsatib qo'yinglar. Ham bu qo'chqor bu yoqqa kelgandan keyin ikki qo'yga qo'yilib, manday probniklar tug'ilibdi. Ikkita sulu urg'ach qo'zchaqlari bor ekan mana. Urg'ach qo'zlar mana. Ko'rdingizlar? Esa sulu ekan eko'tin. Qaraka keng, bu qanday qo'chqor? Bu Talasdan kelgan, Turat degan og'amizdan kelgan. Bultur olganmiz, 1 yil bo'ldi, 1 yil burun. Bu Bakisni primoy bolasi. Kilichkasi Impala. Qancha jash? 2 yoshga to'layotdi. Mana shu aprelning oxiri, mayning boshida 2 yosh bo'ladi. 4 tish, ha? 4 tish. Tak, olib keldingiz. Buni qo'ylarga qo'ydingiz, ha? Ha, bunga qo'ydik. Probniklar. Probniklar. Shunday qo'zlar tug'ildi. Ha. Hop, ana. Maşallah. Bu qo'ylar qayoqdan kelgan qo'ylar? Bu qo'y Formanni primoy qizi. Formanni u nargi svetlisi shuni yarichkasi. Buni enasi Buri, bu Buri qo'ysin. Biroq Buri bo'lsa-da, chamon suluv qo'z ekanda, aka. Ha, quloqini cho'ng berdi. Gap yo'q. Tak, bu jana kichkina qo'zni enesi dedingiz, ha? Ha, 3 ta chiqqan qo'chqor bilan. Ha. U jangi tug'ilganda kelgan shu 1 oyligidami o'zi qochib qolgan ekan. 1 kun turganda xolos. Keyin qo'shsam o'zi bo'g'oz ekan. Ha, Bashti 1 yilda 2 marta tug'di hisobda. Ha, maşallah. Demek bunagu qo'y bayaqi 3 ta qo'chqorning ichida kichkinakay turadi-da, enesi Formanning qizi, atasi 80 liniya ulandan oldim dedingiz, ha? Ha, o'shani qo'zni enesi, ha? Ha, enesi mana shu. Bo'ldi. Matkada zo'r ekanda. Bu o'zi Qirg'izistondan qo'z bilan kelgan, ha? Ha, o'zi olganimda bo'g'oz bo'lgan. Unikida tug'di, keyincha kichkinaga qo'z bilan keladi.
Kelip budan kaçıp kaldı. Ha, budan qochib. Bir kun turganda xolos qochib qolgan ekan. Qochganini bilmagandim. Şappa kaçıp kaldı Ha, da. shunaqa bo'ldi. Lekin mana onday urg'achi qo'zlar zo'r qo'z tushibdi da aka. Başa söz yok. Emin qo'zlar başa ko'rdingizlar quloq bosh sululuğuga söz yok. O'shaning uchun liniya tuğanlar. Enesinden daha sulu ekan, narxi qo'z da başa moshni. Ko'rdingizlarmi? Ekovi bir-birine tipaj o'xshash. Demek buna qo'chqorning qizlari. Bu qo'chqor boshlari svetli, juni shotka. Ko'rdingizlarmi? Bundan to'lqa uruqti qala turgan qo'chqor o'xshaydi. Bo'ldi, qiymilday turavering. Quyrug'ini ko'rsat. Mana quyruq. İdealniy razrez, cho'tkiy razrez. Ekansa. Mana quyruqning formasi shunday bo'ladi. Ko'rdingizlarmi? Belidan bunday kichkina bunday chiqib turadi, bu yoqda buni beldan kichkina chiqib turadi. Razrez idealniy. Quyrug'idagi tik tortilib kompaktniy quyruq. Qo'chqorimizning parametrlari qanday? Bo'yi, qulog'i. Qo'chqorda qulog'i 19,5 shunday. 20 ga jetmay ekan-da. Jetmay qoladi, ha. Jelezno 19 deb qo'ying. Bo'yi 96 bo'lsa kerak. Dekabrda totganimizda 2 tishinda 95 chiqqandi. Maşallah. 96-97 bor. Amoyim. Tabii bo'yi ham patmetr ekan 95 plus. 95 plus. Boshlari sululuğu, junning tozalig'i qarab qo'yingizlar. Svetla rıjiyda ushuni aytadi tuğanda. Mana yoqchaqlar rıjiy o'ng, mana yerlari svetli. Boshi, qulog'i, qo'yaylik. to'shtori, ana qo'ltiqlari, quyrug'ining tagi. Cho'chitbang, ha. Hop. Bu cho'chit ekan-da. Yerga tort. Ha, bu Bo'ldi, shunday kichkina. Endi manonday yerda 1-2 sm nari beri bo'ladi. Tak. Pulizo, ana pulizo. Hozir 95 chiqib qoladi o'xshaydi, qo'chqor. 96 bo'lsa kerak. Sal endi jotib ham bo'lyapti. Bunday kelayotganda tuğanda mana. 95-96. Qo'chqorda biroq so'z yo'q. Qo'ydi buni qaydan? Qo'chqordan bir qo'yib yer ko'rsataylik, ha? Ha. Bu stavkaga boqmadingiz. Yo'q, bundan faqat endi urug'qa. Mana bunday qo'z tushib tursa buni to'lqa uruqni qolish kerak-da, bu stavkaga boqib ne? Krasota bor-da. Qo'yib yer. Qo'yib yuboring. Biroq qo'zlaring qulog'i uzun tushibdi, ha? Qo'chqor suluv ekan-da, qo'z ola turgan. Mana maşallah. Mana qo'zlari. Demek qo'chqorning qulog'i bir 20 ga jetmay ekan. Biroq qo'zlari boshqa quloqlari krasota suluv ekan. Qarangizlar. Mana. Maşallah, boshqa so'z yo'q. Qara aka, bir so'rov. Ha. Barini Qirg'izistondan olib kelgansa? Barini. 1 yil bo'ldi dedingiz boshlaganingizga. Ha. Qo'chqorga 1 yil. Bu sovliqqa jazinda kelgan yangalik nargi kishiniki qo'chqor bilan birga jangga tug'ilgan bo'lgan jazinda. Hammasini Qirg'izistondan olib Hammasini keldingiz. 1 Qirg'iziston. yildan birinchi shuni olib kelgansiz shu qo'chqorni? Birinchi shuni ham. Birinchi olib kelgan qo'chqoringiz zo'r qo'z tug'diribdi-a? Ha, Qo'ylardan. inshaalloh. Qo'zlar yaxshi urg'achi. Urg'achi. Satam desangiz, O'zbekiston emas, Qirg'izistonlik oladimi urg'achi qo'zlar? Inshaalloh. Qirg'izistonda hozir suluv qo'zlar bitili bari o'zlari olotmaydi. Ha. Maşallah, biroq Qirg'izistonda o'zi suluv qo'yni olish qiyin bo'layotganda siz olib kelibsiz-da. Ha. Uni olish da qiyin o'zi hozircha. Maşallah, sizga buyursin shunday. Qo'chqorlaringizni ko'rdik. Qo'chqorlaringiz yaxshi ekan. Kichkinaki qo'zlarda sonun. So'liqlari vashshe krasota, vashshe sonun. Shunday qo'ylarni boğingizlar, sandan sapatqa degende. Baribir arashan. Yaxshisini tanlab kelib boqsangizlar, bir shunday qo'z tug'ilib tursa, sat deb keladi kishilar baribir. Sat deb o'tavaymi bularni? Ha, aytishadi endi. Aka hozircha o'zimiz ushlab turaylik. Yana buni probniklar bor, endi tushadi. Keyinroq olgan sovliqlarim bor. Kech bo'lsa-da qo'yib qo'yganman. Ular bo'z hozir. Ularni aka ko'rsatmaymiz. Endi to'yba? Ha, endi to'y. No, qarakan nomerini qoldirib qo'yamiz. Kommentariyaga, videoga qo'yib qo'yamiz. Endi qarakan nomerini olib, o'sha jangi tug'ila turgan qo'zlar bo'lsa kelib ko'rib, tanishib, do'st bo'lib, aka-uka bo'lib, bayag'i bir jamoat bo'lsangizlar, bunday ham tanish bilishlik, ma'mula yaxshi. O'ylab o'tib ketsin.
Ошондой туугандар. Болбосо коюңуздарды алып келип качырып тилиңиздер келишип калса, же кочкорду алып коюп, же кочкорду сатып алып, жаш козуларынан алып, карыке сиздерден кой алып, сиздер карыкеден кой алып дегенде мамиле ошондой. Так, кочкор бир көрсөтүп коеюн, кочкоруңузду. Анан видеону жыйынтпайбыз. Машалла, буйрусун ушундай сиздерге кочкор туугандар. Кочкор башы дакшат. Биз Кокондо болдук туугандар. Карыкенин койлорун баалап бир комментарий жазып коюңуздар. Сиздерге да ушундай койлор буйруса насип кылсын. Сандан сапат көтө бериңиздер. Сапаттуу кой кармаганда анан түшүнөсүздөр да. Кардарлар келип жакшы бааларды бергенде, ошондо демек күчтүүнү кармаш керек экен деп каласыздар.